Qurultayının 2020 yıllık kişilik hukuk dokladida irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatning dalil isbotlari o'tirg'a qo'yilgan. 10 may Dünya Uyg'ur Qurultayı tor orqali Dünya Uyg'ur Qurultayının 2020 yıllık kişilik hukuk dokladini e'lon qilish murosimi o'tkazgan edi. Mazkur doklad 19 may kuni Dünya Uyg'ur Qurultayının tashviqot vositalarida rasmiy e'lon qilindi. Sharqi Turkistonning 2020 yillik kishilik huquq vaziyati deb nom berilgan 40 betlik bu dokladda 2017 yildan 2020 yilgacha bo'lgan 4 yil mobaynida Xitoyning Sharqi Turkistonda ilib borgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarining dalil isbotlari turli temalar ostida atrofliq yoritib berilgan edi. Doklad 2020 yılı Amerika, bu yıl Kanada, Angliya ve Gollandiya Xitayning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, yana Germaniya, Belgiya, İtaliya, Fransiya qatorliq davlatlar parlamentlarida irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni e'tirof qilish qilmaslik masalasida talash tortishlar ilib berilayotgan bir vaziyatda e'lon qilingan edi. Ma'lum bo'lganidek 20 may kuni Litva Xitoyning Uyg'urlarga silayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan 5-davlat bo'lib qoldi. Bilgilenishicha, Xitoyning Huawei texnika şirketining mahsulotlari Gollandiyadagi asosli telegraf ta'minlagichining 5 yadroliq to'ridan chiqarib etilgan. Bu qarorning chiqarilish sababi bo'lsa, Gollandiya bىخەتەرلىك organlari bu shirkatning Xitoy hukumatining uzangan qo'li ekanligini, davlat bىخەتەرلىكىگە yoshirin tahdid elib keladiganligini bayqishi bilan munosabat ekan. Bir oy burun e'lon qilingan bir tekshirish dokladida Huawei'ning 10 yil burun Gollandiyadagi asosli telegraf mulozimati ta'minlagichi shirkat KBNga tor hujumi qilganligi va bu orqali mazkur shirkatning yanfon mulozimatidan foydalangan kishilarni o'g'irlikcha tunishganligi o'tirg'a qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, tunishiluvchilar orasida Gollandiyaning sobiq bosh ministri, Xitoy o'qituvchilari va yuqori darajali hukumat xodimlari bor ekan. Ilgari Amerika, Angliya, Belgiya va Fransiya mo Huawei ishlab chiqargan 5 ul aslahalarini cheklagan. Amerika parlamentidagi Cumhuriyetçiler Partiyasi a'zolari josuslik va ahli mulk o'g'irlash bilan shug'ullangan shaxslarga viza berishni rad qiladigan yangi qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Amerikani josuslikdan qo'g'dash qonuni deb atalgan mazkur yangi qonun taklifini Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Ted Cruz, Kengash palata a'zosi Marco Rubio, Avam palata a'zosi Vicky Haritlis qatorliqlar o'rtaq sungan bo'lib, asosli Xitoy nishon qilingan. Mazkur qonun taklifiga asosan Amerika Tashqi ishlar ministrligi josuslik va ahli mulk o'g'irlash bilan shug'ullangan shaxslarga viza berishni rad qiladigan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning navbatdagi qonuniga asosan yuqorqi jinoyatlarni sodir qilib chegaradan qo'g'langanlar darhol qaytadan viza iltimosi suna oladigan. Mazkur qonun taklifi bo'lsa bu yutuqni hal qila oladigan. Ted Cruz bu vaqtdagi bayonotida Xitoyning Amerikada mamlakat xarakterlik josuslik va ahli mulk o'g'irlash qilmishini sodir qilayotganligini ta'kidlab, Amerika Tashqi ishlar ministrligining bultur Xitoyning Houstonda turishlik konsulxonasini taqishi eng yaxshi misol bo'la oladi. Xitoy doiralari konsulxonalardan foydalanib yomon g'arazli qilmishlarni sodir qilyotdi. Amerikani nazorat qilishga uringan shaxslar va ularning oila a'zolarining davlatimizga kirishiga ruxsat qilinmasligi kerak deganlarni ta'kidlagan. Bildirilishicha, mazkur qonun taklifi jinoyat sodir qiluvchilarning oilasiga chetilgan bo'lib, josuslik va ahli mulk o'g'irlash bilan shug'ullanuvchilarning jufti va farzandlari 5 yilgacha Amerikaga kira olmaydi. Xitoyning g'arbiy shimolidagi Gansu o'lkasida tog'da marafoncha yugurish musobaqasiga qatnashgan 21 kishi mo'ldir, yomg'ir va kuchli shamol sababidan o'lgan. Davlat taratqullari 172 qatnashchining 151ning 700 dan ortiq xodim qatnashgan qutqizuv harakatida qutqizilganligini xabar qildi. Doirlar jismoniy kasalliklar va tuyuqsiz temperatura tuvanlash sababidan 21 yuguruvchining qazo qilganligini e'lon qildi. Egilanishicha, bu 100 kilometrlik musobaqa shanba kuni Gansu o'lkasining Qonqi daryosi Tosh o'rmon sayohat rayonida boshlangan.
Birleşken Devletler Teşkilatı bىخەتەرلىك كېڭىشى İsrailiya bilan Hamas o'rtasidagi hosil qilingan urush to'xtatish kelishimiga to'liq amal qilishni talab qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı bىخەتەرلىك كېڭىشىنىڭ birlashma yozma bayonotida 11 kunlik krizisdan keyin hosil qilingan urush to'xtatish kelishimidan mamnun ekanligi ifodalandi. İsrailiya 10 may qo'rshovida qolgan G'azza rayonida qo'zg'algan hujumlarni Hamas bilan urush to'xtatish munosabati bilan 5 oyning 21 kuni shu yer vaqti ishga oxirlashtirdi. İsrailiya armiyasi G'azza rayonida elib berilgan hujumlarda 66 bola va 39 ayolni o'z ichiga olgan 248 falastinlik qazo qildi. 120 mingdan ortiq kishi uy makonlaridan ayrildi.